Hozir telekanal va seriallarda mantiq degan narsa yo'q. Rixsi Ibrohimova o'zbek kinosining bugungi muammolari haqida gapirdi. Men 70 yildan beri sahnadaman. 1955-yilda teatrga qabul qilinganimdan beri turli davrlarning san'atini boshdan kechirdim. O'sha yillarda og'ir sharoitlarga qaramay Shekspir, Otello, Gamlet kabi asarlar sahnalashtiriladi. Xalq san'atga chanqoq edi. Spektakllarni sevib tomosha qilardi, deya eslaydi aktrisa. Aktrisaning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda ayrim ko'rsatuv va filmlarda ma'naviylik, mazmun va mantiq yetishmayapti. Hozir televideniya va kinoda mantiq degan narsa yo'qolib ketgan. Qahramon kim, muammo nima, yechim qanaqa? Bu savollarga javob yo'q. Aksincha, ayrim seriallar faqat oilaviy mojarolar, kelin-kuyovlar, qaynona va kelin o'rtasidagi tortishuvlar bilan to'la. Bu go'yoki o'zbek hayoti faqat shu mavzudan iborat degan taassurot uyg'otmoqda, deydi Rixsi Ibrohimova. Aktrisa bugungi filmlardagi ayrim sahnalar axloqiy jihatdan ham salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. Hozirgi seriallarda ikkita ayolni soch yulishayotgani, yomon so'zlar ishlatayotganini ko'rsatishadi. Axir buni ota-ona, farzand, nabira ko'radi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bizni ko'chada ko'rib, nega sizlar bunday narsalarga qarshi chiqmayapsizlar deb savol berishadi. Ammo aytganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi, deydi u. U san'atda haqiqiy dramatizm, mazmunli ssenariylar, ijobiy va saboq beruvchi obrazlar yetishmayotganini afsus bilan tilga oldi. Tomoshabin berayotgan mahsulingizni qabul qiladi. Hozir bizda kichik bir ssenariyni ham chiroyli, to'liq qilib olib chiqadigan hech kim yo'q. Bugungi kunda kimdan eshityapsiz? Voy, shu serialni shunaqa zo'r ishlashibdi deganini. Yo'q, unaqasi yo'q. Bir ikkita seriallarni boshladim ham, lekin yarmidan tashlab ketdim, deydi aktrisa. San'at vakili hozirgi aktyorlar haqida shunday deydi. Hozir rollarni qo'lida telefon bilan ijro qilishadi. Telefon o'ynaganday gapirarkanda, unda hamma gap yozilgan bo'lar ekan. Shumi san'at? Telefonni qo'yib o'ynolmaydimi rollarni? Jonli chiqadi-ku. San'atkorlar har kuni ijod qilgisi keladi. Necha yildan beri meni xalq ko'rgani yo'q. Aktyor esdan chiqib ketadi. Ana shundan qo'rqishadi. Shu sababli hozirgi kunda saviyasiz rollar bo'lsa ham o'ynashyapti. Taniqli san'at vakillari. Meni ko'p odam tanimaydi hozir ham, deydi aktrisa. U ilgari tomoshabin mehrini qozongan Sitora Farmonova, Asal Shodiyeva, Alisher Uzoqov, Adis va Yulduz Rajabova kabi san'atkorlarni eslaydi. Ularning ekranda kam ko'rinayotgani, ayniqsa kinofestivallarda qatnashmasligi unga og'riq beradi. Ustoz san'atkor bugungi kunda sahnada ko'proq bachkana, oilaviy janjallar, ertalashish va boshqa past saviyadagi mavzular ko'tarilayotganidan norozilik bildirdi. O'lim to'shagidan qaytdim. U bir necha bor og'ir operatsiyalarni boshdan kechirgan. Oshqozon, jigar va boshqa sog'liq muammolari sababli hayot bilan o'lim orasida qolgan kunlari bo'lganini eslaydi. Bugungi kunda esa juda kam ovqatlanadi. Suyuqlikni ko'p icha olmaydi. Hatto ba'zi dorilarsiz uxlay olmaydi. Ovqatlarni tanlab yeyman. Eng foydali mahsulotlarni yeya olmayman. Ko'plar chet elda oshqozonini operatsiya qildirishdi. Hozir men ancha yaxshi yurganimning sababi ovqatni deyarli yemasligim. Eski qadrdonlarim yaxshiyam bor. Ular tez-tez kelib turishadi. Xalqni e'zozi, siz bilan rasmga tushib olay degan gaplari bilan yashab yuribman, deydi Rixsi Ibrohimova.